Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Klinikisda qo'llaniluvchi dorilar mavzusini davom ettiramiz. Klinikis haqida alohida videomiz chiqqan, ushbu kanalda ko'rishingiz mumkin. Klinikisda turli dori vositalari qo'llaniladi. Shu qatori gormonlar ham ishlatiladi, biroq hamma ham gormonli dorilarni ishlatishni xohlashmaydi. Shunday xohlamaydigan ayollar uchun tabiiy xavfsiz yechimlardan biri inoklim preparatidir. Bugun sizga uning tarkibi, ta'siri va to'g'ri qo'llanish haqida batafsil gapirib beraman. Demak, inoklim nima? Inoklim bu fitoestrogen saqlovchi tabiiy dori vositasi hisoblanadi. U ayol organizmida kamayib borayotgan estrogen gormonini o'rnini bosishga yordam beradi. Ya'ni u tabiiy yo'l bilan organizmga mos tarzda ta'sir qiladi. Gormon o'rniga esa o'simlik moddalari ishlaydi. Uning tarkibi nima? Inoklimning asosiy va faol moddasi izoflavonlar, ya'ni soya ekstraktidir. Bu moddalar ayol gormoni estrogen bilan o'xshash tuzilishga ega. Shuning uchun ular organizmda estrogen yetishmovchiligini tabiiy ravishda to'ldirib beradi. Bundan tashqari, inoklimda antioksidantlar ham bor. Ular teri, soch va yurak salomatligini himoya qiladi. Qachon va qanday hollarda qo'llaniladi? Inoklim quyidagi simptomlarda yordam beradi: qizib ketish, terlash, uyqusizlik, asabiylik, yurak urishining tezlashishi, teri quruqligi, soch to'kilishi va kayfiyatni o'zgarish kabi holatlarda. Yuqorida sanab o'tganimiz hammasi klinikada kuzatuvchi belgilar hisoblanadi. U ko'pincha 45 yoshdan keyin menopauza yoki perimenopauza davrida ishlatish tavsiya etiladi. Bu dori qanday qabul qilinadi? Odatda kuniga 1 kapsuladan ovqatdan keyin muntazam tarzda ichiladi. Davolash kursi kamida 3 oy, lekin barqaror natijaga erishish uchun 6 oy ichish tavsiya etiladi. Qanday holatlarda qo'llanish mumkin emas? Inoklim tabiiy bo'lsa-da, ba'zi hollarda ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizda soya yoki o'simliklarga allergiya bo'lsa yoki onkologik kasalliklar tarixi bo'lsa, avval shifokor bilan maslahatlashish kerak. Bu dorining afzalliklari, demak, bu gormon saqlamaydi, nojo'ya ta'siri kam, yurak, suyak va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va albatta tabiiy manbalardan olingan hisoblanadi. Klinikis bu ayollikning yakuniy bosqichi emas, hayotning yangi bosqichi hisoblanadi. Inoklim esa bu davrni yengil o'tkazishga yordam beradigan tabiiy yordamchidir. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Sog'lom va sokin va baxtli hayot sizga nasib etsin.